Assalomu alaykum hammaga, Letioning Uzbek kanalidan tayyorlagan ikkita Captiva 5 avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bunga kuni bilan akalar bilet ustanovka qildi. Ikkalovida bitta kasal, ya'ni blижнийлari o'z-o'zidan o'chib qolgan. Remontidan ko'ra eng optimalniy variant $250 ga bilet ustanovka qilib berdi. Har bittasiga $250 dan. Bizda bilasizlar, $250 dan $650 gacha biletlar bo'ladi. Bu 5500 Kelvin. Xo'p, bu lekin abyomlari zo'r, okamlarga yoqqani uchun ikkalovini bir xil qilib sirazu ustanovka qilib akalar. Kimda agar Captiva 5 bo'lib, blижний farasi kuyib qolgan bo'lsa, uni remontidan ko'ra akalar bilet $250 ga bizdan qo'ydirib olsanglar, vobshe zo'r bo'ladi. Agarda uzoq yo'lga ko'p yuradigan bo'lsangiz yoki-da abyomi katta bilet kerak bo'ladigan bo'lsa, ular 350, 450, 550 va $650 gacha bo'ladi. Abyomga qarab variantlar qilib beramiz akalar. Xudo xolisa yoritishlarni kichkina joyda olishga majbur bo'lamiz. Nimagaki, hozir bizda katta uzun joyda olib berishga imkoniyat yo'q va avtomobilni biz ko'chaga olib chiqa olmaymiz. Abyomiga o'zingiz bitta ko'rib baho berasizlar. Bo'lib beraver.